Robbingni qanday ko'ramiz? Agar ishontira olsang, shu boyliklar seniki, dedi. Senga savolim, Robbing qayerda yashaydi dedi. Ya'ni Alloh qayerda yashaydi? Belgilari bormi? Har bir bor narsa qandaydir joyida bo'ladi, qayerdadir bo'ladi. Sana Robbing qayerda? Belgisini ko'rsat, men ushlab yo ko'rib bilmoqchiman, dedi. Bola bosiqlik bilan jilmaydi. Avval sizga savol bersam, dedi bola. Siz elektr tokini borligiga ishonasizmi, dedi ayolga. Ishonaman. Har kuni ishlataman elektr tokini. Uni ko'zingiz bilan ko'rganmisiz, dedi. Ayol jim turdi-da, yo'q, lekin ta'sirini sezganman, dedi. Bolaning ismi Ahmad ekan. Ahmad kulib, Alloh ham ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, lekin uning asari har bir narsada ko'rinadi. Atrofimizda, osmon va yerda, insonlarning tanasida Allohning qudratini ko'ramiz, dedi. Boyagi ayolni yuzi o'zgardi. Bu yosh bola javob bera olmay qoladi deb o'ylagan edi savollarimga. Odamlar hayrat bilan bolaga qarab turishibdi. Ey xonim, Alloh makonga muhtoj emasdir. U makonu zamonni o'zi yaratgan. Yaratuvchi o'zi yaratgan narsaga qanday qilib muhtoj bo'lishi mumkin, dedi. Bu savol beryapti. Unda nega sizlar Xudoyingizni arshda o'tiribdi deysiz? Alloh makonga muhtoj emas deyapsan-ku. Alloh arshda o'tiribdi deysizlar-ku sizlar, dedi. O'sha arsh qayerda? Osmondami, bulutning ustidami, qayerda arsh? Yoki borliqdan tashqaridami? Xonim, dedi. Arsh o'tiriladigan joy emas. Balki Allohning buyukligining ramzi xolos. Allohni biror makon o'rashi mumkin emas. U bizga o'z tanamizdan ko'ra yaqinroqdir. Tillar gapirishidan avval qalbimizda nima borligini bilib turadi. Men ochiq dalil xohlayman, dedi. Ushlab, ko'rib, shunaqa his qilmoqchiman. Menga mana bunaqangi aqlli gaplaring shart emas, dedi. Xonim, siz dunyoda ixlos borligiga ishonasizmi? Ixlos, xolislik. Bor. Muhabbat tuyg'usi borligiga ishonasizmi? Ishonaman. Shularni ko'rganmisiz, dedi. Lekin siz bularni borligini bilasiz. Ularni ta'sirini ham bilasiz. Allohni ham qudratini, borliqni, mana shu borliqni tartibiga bir qarang, bilib olasiz-ku, dedi. Mana bu koinotni, undagi galaktikalarni, bu boshqa narsalarni mutaxassisi-ku bu. Odamlar bu bola aql va hikmat bilan gapirayotganini bilishdi. Anu Margaret jim qoldi. Sen yosh boladek emas, hakim odamlardek gapirar ekansan, dedi bunga. Haqiqat katta yosh bo'lishlikka muhtoj emas, dedi. Balki sodiq qalbga muhtoj. Sodiq degani sodiqun, to'g'ri so'z degani, sadoqatli degani, ishonchli. Ana shunday qalbga muhtoj haqiqat. Zaldagi odamlarning ba'zisini ko'zidan yosh kela boshladi. Margaret barcha o'rgangan ilmi bu go'dakni ilmi oldida hech narsa emasligini seza boshladi. Demak, sen aytayapsanki, Robbingni bir makon o'ramaydi va qiyoslab bo'lmaydi.
unda biz ko'rinmaydigan narsaga qanday ishonaylik? Axir ko'rinmaydigan narsa bu uning yo'qligiga dalolat emasmi? Yo'q u, chunki ko'rinmayapti. Xonim, nafas olayotgan kislorodingizni ko'rganmisiz dedi. Yo'q, lekin uni sezaman. Alloh ham uning asarini his qilamiz. Har bir jasadda, har bir bo'lak qismda, har bir vujudni bilasizmi? Har bir joyida. Bu yurakni, har bir qismi, jigar, uni har qismi, yurak, uni har bir qismi, har bir hujayrani bo'lingan qismlari. Xuddi siz olayotgan nafasingizni kislorodni ko'rmaganingizdek gap bu. Nega hayron bo'lyapsiz? Bilasizmi? Olimlar borliqdagi eng katta narsalardan to eng kichik zarrachagacha nozik tartib bilan aylanishligini isbot qilishgan. Ya'ni eng katta jismlar nima? Quyosh va undan million barobar katta bo'lgan sayyoralar va undan million barobar katta bo'lgan sayyoralar, ular oldida kichkina bo'lgan, zaifgina bo'lgan, oddiygina bo'lgan, soddagina bo'lgan kichkinagina yer sayyorasi. Ularning oldida ko'rinmaydigan darajada zaif va uning ichidagi yerning ko'rinmaydigan qismining eng kichkina bo'lagi bu biza. Bu bizni qancha tartib bilan yashayapmiz? Nafas olishimizdan chiqarganimizcha qancha a'zo ishlaydi? Bir luqma taomni yutganimizda nechta a'zo uni hazmiga ishtirok etadi? Buning hammasi bitta tartib bilan ishlayapti. Nahotki ko'rmayapsiz shuni? Sizga yana qanday moddiy dalil kerak dedi. Ushlab ko'radigan, ko'z bilan ko'radigan yana qanaqa dalil istayapsiz dedi. 7 yashar bola. Bu narsalar o'z-o'zidan to'satdan tasodifan bo'lishligi mumkinmi? Margaretni tizzalari qaltiray boshladi. Go'yo deydi, uning oyog'ini ostidagi yer silkinayotganidek deydi. Lekin sezdirmayapti. Mikrofonda baland ovoz bilan agar Alloh mavjud bo'lsa, bizga moddiy dalil bilan ko'rsating. Men olimman. Tajribalarga ishonaman. O'lchamlarga ishonaman. His qilib, ushlab ko'rganimga ishonaman. Aniq ko'rinib turgan narsalargagina ishonaman. Xonim, muhabbatni tarozida yo boshqa narsada o'lchay olasizmi dedi. Shijoatni o'lchab bo'ladimi? Bularning borligiga qanday ishonasiz? Xuddi Allohning borligiga ham shunday ishoning. Biz bu ikkalasini haqiqiy vujud ekanligini bilamiz-ku, borligini bilamiz-ku. Muhabbat, shijoat. Margaret jim qoldi, chuqur nafas oldi. So'zlaring juda chiroyli, lekin ular ma'naviy so'zlar. Menga ilmiy gapir dedi. Haqiqiy ilm iymonga aslo teskari kelmaydi xonim dedi. Ilm iymonni quvvatlaydi. Hujjat bo'ladi iymonga. Faqat ko'zingizni ochsangiz bo'ldi, qalbingizni ochsangiz bo'ldi shu iymonga dedi. Inson qachonki yaratilishining sirriga va borliqni daqiq qonuniyatlariga chuqurroq nazar solsa, borliqning bu nazoratida nazoratchi hakimzod turganligini aniq biladi. Bu nizomga bir qarang. Qo'ying siz. Nimani bilasiz?
Traktorchi traktorini biladi. Shundaymi? Shofir mashinasini biladi. Hani cho'pon boqib yurgan qo'yini biladi. Ha? Hamma o'zi bilgan narsasini shunday bir qarasin, qanaqa nizomda ishlayapti. Traktorda yurishi uchun nechta anaqa zavod nechta narsa ishlab chiqargan. 4 ta balonda aylanish uchun yerda. Shundaymi? İnson bu qonuniyatga bir qarasin, quyoshda yurishiga, oyda yurishiga. Tanadagi jismlarimizga, ko'zimizni, quloqimizni ishlashiga bir qarang deyapti, ayolga qarab. Eng kattasi ateistlar. Ana shunda shu narsalarning nazoratiga qarasa haqiqiy nazoratchi hakim zot turganini aniq biladi. Ana shu nazoratchi, ana shu yaratib, aniqu tarbiyalab turgan, nazorat qilib turgan kim? Allohdir dedi. Bu qonunlar va haqiqatlar yaratuvchisiz vujudga kelmaydi. Yozuvchi yozmasa xat paydo bo'lmaydi. Zaldagi olimlar baland ovozda qarsa ichalyapti bolani gapiga. Anu ayol yana shokka tushyapti. Sen Robbingni adolatli deysan, unda nega boy va kambag'allar bor? Nega ba'zi insonlar tug'ilganida nuqsonli tug'iladilar, ba'zilar sog'lom va chiroyli tug'iladilar? Qani bu yerda adolat dedi. Xonim, adolat degani bu hamma narsani mukammal bo'lishligi degani emas. Balki adolat har bir inson kuchi yetganicha imtihon qilinishligidir. Oyoqsiz tug'ilgan odam oyoqdan imtihon qilinmaydi. Balki o'sha oyoqsiz tug'ilganiga shukr qildimi, yo'qmi? Sen Alloh bo'laydigan bo'lsang, men seni bandang bo'laydigan bo'lsam, nega menga oyoq bermading? Sen menga oyoq berishga majbur eding deyolmaydi Allohga. Birov gadoni o'g'li bo'lib tug'iladi, birov podshoni o'g'li bo'lib tug'iladi. Gadoni o'g'li sen majbursan meni podshoni o'g'li bo'lib tug'ilishim kerak edi deyolmaydi. Otani tanlay olmaydi, onani tanlay olmaydi. Shu ota, shu ona buni taqdiri. Va shu ota va onaga sabr qilganiga imtihon qilinadi. Adolat mana shu dedi. Siz o'ylaganingizdek adolat hamma bir xil tug'ilishdan emas. Shunday. Bu dunyoda barcha inson o'zgacha holatdadir, o'zgacha xilqatdadir. Va har bir holatda ham imtihondan o'tishligi zarur. Ayol hayratdan, buni qarang, osmonga chiqayotgan raketani yaratibdi bu. O'nlab kompyuterda dasturlar yaratibdi. 20 talab medal, ordenlar olibdi. Olmagan unvoni qolmabdi. Poshshoni oldida yurar ekan, Amerikan Obamalarning oldida yurar ekan. Shunaqa ekan. Ani 7 yashar bolani og'ziga qarab turibdi. Men sen aytganlaringni tushunmayman deb. Qaysini aqliy qolida ekan? Alloh shunaqa buyuk zot.